Mayitni qo'yishadi qabrga. Mayit uni dafn qilayotganlarni, tashayotgan tuproqlarni ovozini eshitib yotadi. O'shiga qo'yib ko'ring-da o'zingizni bir xayolan. Kafanlashdi, oxirgi yo'lida qo'yishdi, turpoq tushdi, qorong'u bo'ldi. Eshitib yotibsiz. Nimalardan pushaymon bo'lasiz? Nimalarga quvonasiz? Qolib ketgan mol dunyoingiz sizga keladimi? Nimani ham tashvishida bo'lasiz? Oxirgi odamning oyoq tovushi ham ketdi. Kim qoldi? Alloh taolo aytadi shunda: "Ey banda, tuproqqa qo'yishdi, yolg'iz qoldirib ketishdi. Birortasi qoldimi yoningda? Agar qolganda ham senga foydasi bormidi? Endi faqat men borman. Men hargiz o'lmayman, abadiy tirikman. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom." Yer yuzidagi barcha narsa foniydir. Hamma narsa. Siz bilan bizdan foniymiz. Mansabi, moli, dunyo, fitna, azob hamma yo'q foniy. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zigina mangu boqiy qolur. Qul mata'ud dunya qalil. Ayting ey Muhammad, dunyo matosi ozgina.